Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 14-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda jamid fe'l va mutasarrif fe'l, ma'lum fe'l va majhul fe'l haqida so'zladik. Endi biz bugun muakkad va g'ayr muakkad, ya'ni ta'kidlangan fe'l va ta'kidlanmagan fe'l haqida so'zlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. At-taqsimus sabi' lil fi'l. Fe'lning 7-taqsimoti yanqasimul fi'l ila muakkad va g'ayr muakkad. Endi fe'l ta'kidlangan fe'l va ta'kidlanmagan fe'l deb ta'kidlanish e'tibori bo'yicha ikki turga bo'linadi. Odatda ta'kidlanmagan fe'l deganimiz, ya'ni unga ta'kidlanishning qo'shimchasi bo'lgan, ta'kidning nunini qo'shmagan har qanday fe'l ta'kidlanmagan fe'l bo'ladi. Ta'kidlangan fe'l-chi desa, ta'kidning nuni qo'shish orqali ta'kidlangan fe'llar ta'kidlangan fe'l bo'ladi. Endi ta'kidning nuni ikki xil bo'ladi. Birisi toshliq, ya'ni ig'ir nun deymiz. Yana birisi sukunliq, ya'ni xafif, ya'ni yengil nun deymiz. Ikki xil bo'ladi. Ya'ni ta'kidlangan fe'l deganimiz ta'kidning nuni qo'shilgan fe'l. Ta'kidlanmagan fe'l deganimiz ta'kidning nuni qo'shilmagan odatdagi normal fe'llar bo'ladi. Endi deydi fal muakkad ma lahiqathu nunut tawkid. Muakkad, ya'ni ta'kidlangan fe'l tawkidning nuni qanday qilgani qo'shilgani. Thaqilatun kanat aw khafifa. Ig'ir olsun yoki yengil olsun. Ya'ni biz ta'kidning nunini ikki xil dedik. Birisi toshliq, yana birisi sukunliq. Toshliqi ig'ir deb ataladi, sukunliqi xafif, ya'ni yengil deb ataladi. Mayl ig'ir olsun, mayl yengil olsun, fe'lga qo'shilgan bo'lsa, bu fe'l ta'kidli fe'l, ya'ni ta'kidlangan fe'l deb ataladi. Endi biz fe'l ta'kidlangan va ta'kidlanmagan deb ikkiga ayrildik. Bu fe'l degan mazi bo'ladi, muzari, amri bo'ladi. Uchli xil shakli, ya'ni mazi, muzari uchli xil shakl ta'kidlanadi deganda mazi mutlaq ta'kidlanmaydi. Ya'ni mazi qanday qilmaydi? Ta'kidning nuni bilan ta'kidlanmaydi. Muzari-chi desa, muzari ta'kidlanish to'g'ri bo'lgan o'rinda, ta'kidlanish vojib bo'lgan, ya'ni keskin zarur ta'kidlash kerak bo'lgan o'rinda, ta'kidlanish cheklangan o'rinda. Demak, buning har xil o'rinlari bor. Fe'l amr-chi desa, buni ta'kidlash durust. Ta'kidlash durust. Endi deydi fal madi la yuakkad mutlaqan. Mazi mutlaqan qilmaydi, ta'kidlanmaydi. Wal amru yajuzu tawkiduhu mutlaqan. Amrni mutlaq ta'kidlasak to'g'ri. Ya'ni mutlaq uni ta'kidlasak to'g'ri, ta'kidlamasak to'g'ri. Masalan, uktub desak ma bo'ladi? Uktubanna ijtahid, ijtahidan deb mayl uktubanna deganga o'xshagan ig'ir nun olsun, ijtahidan deganga o'xshagan sukunliq nun olsun. Buningga ta'kidning nunni o'xshab ta'kidlashmi durust, ta'kidlamaslikmi durust. Bunda ixtiyor, ya'ni to'g'ri. Ammo muzari-chi desa, muzari falahu thalatha holat. Uning 3 xil holati bor. Bu qaysi deganda, birinchisi ayyakuna tawkiduhu wajiban. Uni ta'kidlash vojib bo'lgan o'rin. U qaysi deganda yajibu tawkiduhu idza kana muthbatan mustaqbalan fi javobi qasam ghayr maqsul min lamihi bi fasl. Ya'ni tuandagi 4 dona shart tepilsa ta'kidlash vojib bo'ladi. Qachon? Agar musbat bo'lsa, ya'ni jumla cho'qim bo'lishliq bo'lsa, mustaqbilan, ya'ni kelgusi zamanni bildasa, yani hozirgi zamanni bildasa olmaydi va kelgusi zamanni bildasa, qasamning javobida bo'lsa, ya'ni qasamning javobida bo'lsa, qasamning lami bilan u fe'lning o'tirisi qanday qilmasa, ayrilib ketmasa, ta'kidlash vojib bo'ladi. Mush 4 shart aslida. Qanday bo'lsa, musbat bo'lsa, mustaqbil bo'lsa, qasamning javobida bo'lsa va uningki lami bilan uning o'tirisi qanday qilmasa, ayrilib ketmagan bo'lsa. Masalan, va tallahi la akidanna asnamakum. Bu oyatga qaraydigan bo'lsak, la akidanna akidu shundaqo, akidu degan fe'lni biz qanday qildik? Ta'kidladik. Nim bilan? Toshliq, ya'ni ig'ir nun bilan. Bu vaqtda buni ta'kidlash vojib deymiz. Nima uchun? Chunki birinchidan la akidanna bu fe'l qanday bo'lishliq. Ikkinchidan kelgusi zamonni bildirdi, hozirgi zamonni bildirmaydi. Uchinchidan tallohi degan bu qasamning nimasi? Javobi. To'rtinchidan bu fe'ldan lamning la akidannadagi lamning o'tirisidan fasil ayirib etmagan. Demak, 4 dona shart tepildi. Bu vaqtda buni ta'kidlashning bo'ldi, vojib bo'ldi deymiz. Mana bu birinchidan, ya'ni ta'kidlash vojib bo'lgan o'rin.
Endi ikkinchisi ta'kidlash to'g'ri bo'ladigan, ya'ni ta'kidlasak ma bo'ladigan, ta'kidlamasak bo'ladigan o'rin qaysi deganda yajuzu tawkiduhu idza waqa'a ba'da adat min adawat at-talab. Endi talab vositalarining bir vositadan keyin kelsa, ya'ni talab vositalaridan bir vositadan keyin kelsa ta'kidlash durust. Talab vositalari degan qaysi? Buyruq fe'l, shundaq buyruq fe'l yoki nahiy fe'l. Nahiy bu talab, shundaq qilmaslikni talab qilish. Masalan, la taksilanna atabhathanna an at-tafawwuq deganga o'xshaydi. Ya'ni istifhomni talab bilan qatarida biz buni durust lug'at o'rgangan istifhomni talab bilan qatarida. Atabhathanna an at-tafawwuq deganga o'xshaydi. Ma birinchidan talabning vositalari. Talabning vositalari qaysi? Nahiy, nafi, nahiya, nahiy, nafi, ondan keyin istifhom. Mana bu birinchisi. Ikkinchidan idza kana masbuqan bi imma shartiyya. Shartiyaning immosi bilan qanaqamiz ilgari olganmiz. Ya'ni bu fe'lning oldiga shartiyaning immosi kelgan bo'lsa, bu immodan keyin kelgan fe'l mudori'ni ta'kidlash durust. Masalan, va imma yanzaghannaka minash shayton degan bu oyatdagi yanzaghanna deb toshliq nun bilan qanday qildik ta'kidladik. Chunki bu yerda immo degan shartiyaning keyin kelganligi uchun ta'kidlasak durust. Va idza kana manfiyan bila va lam. Uchinchidan la va lam bilan manfi bo'lsiz bo'lgan bo'lsa-mu ta'kidlasak durust. Masalan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina la tusibanna allazina. Bu yerdagi tusiba degan bu tusibu degan bu fe'l qana qildi ta'kidlandi. Chunki la kelganligi uchun ta'kidlansa durust. Yahsabuhul jahilu ma lam ya'laman shaykhan. Qarang, yahsabuhul jahilu ma lam ya'laman shaykhan. Mana bu yerda lam kelganligi uchun asli ya'lam. Buni qanday qildik? Ta'kidning sukunliq nun bilan qanday qildik? Ta'kidladik. Bu vaqtimiz uchun durust. Demak, mana ikkinchisi mana bu ta'kidlash durust bo'lgan. Birinchidan qanday bo'lsa, talabning vositalaridan keyin kelsa, imma shartiyadan keyin kelsa, la lam bilan manfi bo'lsa, shu fe'l bulsiz bo'lsa, ta'kidlash durust. Endi ta'kidlash to'g'ri bo'lmaydigan, chekinadigan o'rni qaysi desa, biz yuqorida so'zlagan vojibning sharti topilmasa, to'g'ri bo'lishning sharti topilmasa, ta'kidlash xato. Hech qanday normal holatda yadhabu degan fe'lni yadhabanna deb qana qilmaydi, ta'kid qilinmaydi. Cho'qim yo vojibning sharti yoki durustning sharti topilishi kerak. Ya bu shart topilmagan ahvol aslida qanday qilinadi? Chekinadi. Deydi, yamtani'u tawkiduhu idza faqada shartun min shurutil wujub aw al jawaz. Vujub yoki javozning shartlaridan bir shart yo'qolsa, uni ta'kidlash chekinadi. Ta'kid qilinmaydi. Mana bu ta'kidlangan fe'l va ta'kidlanmagan fe'lningki tafsiloti. Endi biz buni ixchamlasak, ixchamla o'tib bo'lgandan keyin biz ta'kidning nunni qanday qo'shamiz? Ta'kidning nunni qo'shgan vaqtda fe'lning oxirida qanday o'zgarish bo'ladi? Bu haqida qisqacha to'xtalamiz. Endi fe'l mudori'ni ta'kidlashning holatlari. Biz buni ixchamlasak, uni ta'kidlash nima? Vojib bo'ladi. Birinchi o'rinda, masalan, ta'kidlash vojib bo'lgan o'rin qaysi deganda, birinchi shart qasamning javobi bo'lsa, ikkinchisi qasamning lamining ulash bo'lsa, ya'ni oyilib kelmagan bo'lsa, la akidanna la adribanna deganga o'xshagan. Uchinchisi musbitan, bulishliq bo'lsa, musbitan. To'rtinchisi istiqbol, kelgusi zamonni cho'p bildirsa. Mana mushu 4 dona shart topilgan vaqtda vojib bo'ladi. 4 shartning hammasi topilgan vaqtda tallohi la akidanna islamakum deganga o'xshagan. Endi ikkinchisi qaysi? Ta'kidlash durust bo'ladigan o'rin. Tawkiduhu jawaz, uni ta'kidlash durust bo'ladigan o'rin. Birinchidan, idza waqa'a ba'da adatun min adawati talab. Talab vositalaridan bir vositadan keyin kelsa. Talab vositalari degan qaysi? Ya nahining lasi yoki istifhomning nimasi? Qo'shimchalari yoki buyruq fe'llar. İjtahidanna deb buyruq bilan qanaqa qilsak bo'ladi? Ta'kidlasak durust. La taksilanna atabahathanna an at-tafawuq deganga o'xshagan. Laytaka tajidanna la'allaka tafuzanna ala tazuranna al-madaris al-wataniyya. Endi kengaytib tafsirli tushuntirsak, buni aslida grammatik kitoblarda tafsir tushuntiramiz. Talab vositalari desa, ko'p hollarda maqsad qilinadigan buyruq, cheklama, istifhom. Ammo buni tafsir tushuntirgan vaqtimizda layta, ya'ni umidni ifodalaydigan, la'alla tarajji va ishtiqni ifodalaydigan,
al-arad deymiz. Ala, yani ala tazuranna al-madaris al-vataniya degani davlatlik maktabni ziyorat qilmamsiz, ha, qilsangiz bo'lmamdi. Bir xil unga taklif qilish ma'nosini bildiradi. Shunda al-arad deymiz. Bu nimani vasliga tava, talab vasliga tava. La'allamu talab vasliga tava bo'ladi, laytamu talab vasliga tava bo'ladi. Va istifhamning qo'shimchalari talab vasliga tava. Hal tanzilanna indana. Demak, mushu buyruq, nahi, istifham, layta, la'alla, ala, hal mujladin kinkasa fil mudari. Ta'kidlash shu to'g'ri. Endi ikkinchisi imma shartiya ilgari bo'lsa, ya'ni imma shartiya ilgari fil qanaqa bo'lsa, shu imma shartiyadan keyin kelgan bo'lsa. Masalan, va imma yanzaghannaka deganga o'xshagan. Uchinchisi la lam bilan nafi bo'lsa. Wattaqu la tusibanna allazina zalamu deganga o'xshagan va yahsabuhul jahilu ma lam ya'laman shaykhan deganga o'xshagan. Uchinchisi yakuna mumtani, ya'ni ta'kidlash cheklanadigan o'rin. U qaysi deganda iza fuqida shartun min shurut al-wujub aw al-jawaz yamtani'u tawkiduhu. Vujubning shartlaridan bir shart yoki javozning shartidan, ya'ni to'g'rilikning shartidan bir shart yo'qolsa, uni ta'kidlash cheklanadi, to'g'ri bo'lmaydi. Endi mana bu fi'l mudari'ni ta'kidlashning holati. Buni yig'ib aytsak, fi'l madi mutlaq ta'kidning nun bilan ta'kidlanmaydi. Fi'l mudari bilan amr ta'kidlanadi. Fi'l mudari'ni mutlaq holatda ta'kidlash durust. Fi'l amrni mutlaq holatda ta'kidlash durust. Fi'l mudari'ning 3 xil holati va vojib bo'ladigan, to'g'ri bo'ladigan, cheklanadigan 3 xil holat bor. Endi biz ta'kidning nunni qo'shgan vaqtda qanday qo'shamiz? Fi'lning oxirida qanday o'zgarish bo'ladi? Masalan, ya la azhabu degan, masalan, azhabu degan fi'lni ta'kidlamoqchi bo'lsak, yoki yazhabu degan fi'lni ta'kidlamoqchi bo'lsak, oxirisi qanday bo'ldi deganda, masalan, la yazhabanna oxirisi nima bo'ldi? Oxirisi yalg'iz holatni bo'ldi, zvar bo'ldi. Shunga o'xshash o'zgarishlar bo'ladi. Endi biz buni so'zlaymiz. Nunut tawkid naw'an va tariqati tawkidiha. Ham ta'kidning nuni ikki turlik bo'ladi. Bu qaysi? Faqila, ig'ir, ya'ni tashdidliq, xafifa, yengil, ya'ni sukunliq. Uni ta'kidlashning yo'li. Nunut tawkid as-saqila, ta'kidning ig'ir nuni, ya'ni tashdidliq nuni zvarga mabni bo'ladi. Na deb yazhabanna. Ta'kidning yengil nuni sukunga qurilgan bo'ladi. Ya'ni yazhaban deganga o'xshagan. Inda tawkid al-mudari' al-mufrad. Birinchi qoida. Mufrad mudari'ni ta'kidlamoqchi bo'lsak, yazhabu, yaktubu deganga o'xshagan mufrad shakldagi mudari'ni ta'kidlamoqchi bo'lsak, futiha akhiruhu, oxirisi qanaqa qilinadi? Zvar qilinadi. Asli fi'l mudari'ning mufradning oxirisida nima qilinadi? Tash qilinadi. Yazhabu, yaktubu, taktubu deganga o'xshagan. Ta'kidning nunni qo'shgan vaqtimizda nima qilinadi? Zvar qilinadi deydi. Futiha akhiruhu va lam yuhzaf minhu shay. Oxirisi zvar qilinadi, uningdan bir narsa tashlanmaydi. Masalan, la taktubanna wajibat. La taktubanna wajibatak. Bu yerda la taktubanna, qarang, la taktubanna. Asli taktubu shunday, oxirisi qanday qildi? Oxirisini zvar qildi. Endi oxirisida alif bilan kelgan yas'a deganga o'xshagan. Bunda oxirisida alif bor fe'l bo'lib qolsa, desa, idza kana mu'talul akhir bil alif. Oxirisida alif bilan kesal harf, alifdan kesal harf qo. Oxirida kesal harf alif bilan bo'lgan bo'lsa, ta'kidlagan vaqtda ya o'zgartiriladi. Nima bo'ladi? Tas'a shunday, la tas'ayanna ila al-khayr deganga o'xshagan. Endi ikkilik mudari'ni qanday ta'kidlaymiz? Ikkilikning alifi va masalan, ikkilik shakldagi mudari'ni qanday ta'kidlaymiz deganda, ikkilikninki nuni qanday qilinadi? Tashlanib ketadi. Tashlanib ketadi. Chunki ikkilikning nuni bir nun, tashlanib bir nun, qancha nun yig'ilib qoladi? 3 dona nun. Deydi, alifninki ikkilikning alifi ulashgan mudari'ni ta'kidlagan vaqtimizda ikkilikning nuni tashlanadi. Nimishqa? Kirahiyat ijtima'i thalath nunat. 3 nunning jug'lishini yomon ko'rganlik uchun va tuksaru nunut tawkid va thaqila. Ig'ir ta'kidning nuni qanday qilinadi? Zir qilinadi. Masalan, tahujjani deganga o'xshagan. Tahujjani
bu ta'kidlanmagan shakl. Endi biz buni ta'kidlamoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Tahujjonni. Ya'ni aslidagi ikkilik nunni qanday qilamiz? Tashlaymiz. Uningdan ig'ir bo'lgan nunni akilamiz. Unda bo'lsa bu ikkilikni yengil nun bilan, sukunliq nun bilan qanday qilamiz? Qanday ta'kidlaymiz deganda, ikkilik fe'l mudori, ikkilik sakinlik, ya'ni yengil ta'kidning nun bilan ta'kidlanmaydi bu qoida. Endi deydi, "Inda tawkidul mudari'il muttasil bi vawil jamaa." Endi ko'plik shakldagi fe'l mudori'ni, ya'ni jamaa, ko'plikning vos qo'shilgan ko'plik shakldagi fe'l mudori'ni ta'kidlamoqchi bo'lsak, vawul jamaa ulangan mudori'ni ta'kidlamoqchi bo'lsak, tuhzafu nunul jamaa. Jam'ning nuni cho tashlanadi. Tazhabuna degan bu ko'plikni ta'kidlamoqchi bo'lsak, bu nun qanday qilinadi? Tashlanadi. Va kazalikal vav va shuni vawmi qanday qilinadi? Tashlanadi. Ikki sokinning uchrashib qolganligi uchun. Odatda ikki sukun bir ekanmaydi, shundaqmi? Masalan, tansurunani qanday qilmoqchi bo'lsak, ta'kidlamoqchi bo'lsak, tansurunna bo'ladi. Tansurunna. Bu yerda aslidagi nun va voni qanday qilyapti? Tashlayapti. Tansuru nunni tashlaymiz, voni tashlaymiz. Illa idza kana al-fi'lu mu'tallan bil alif fatabqa wawul jamaa. Lekin agar fe'l alif bilan kesalari bo'lgan bo'lsa, ya'ni oxiridan bo'lsa alif kesalari bo'lsa, wawul jamaa qilib qoladi. Va taharraka bid-damma va wawul jamaa pesh bilan harakatlanadi va oxirining va uning ilgarisidagi, ya'ni wawul jamoaning ilgari kirib nima qilinadi? Zibr qilinadi. Masalan, tas'awunna bo'ladi. Tas'awunna. Tas'awuna shunda u tas'awuna. Buni ta'kidnunni qo'shsak tas'awunna bo'ladi. Endi deydi, "Idza waqa'at nun at-tawkid ba'da wawil jama'ati al-madhmum ma qablaha." Agar ta'kidning nuni ilgirisi pesh qilgan vawul jamoadan keyin kelsa, bu qanday gap? Ya'ni fe'l amrining ko'pligidan. Biz uktubu desak, uktubu degan bu fe'l amridagi vawul jamoa. Bu vawul jamoadan ilgiriki ba harf nima qildi? Pesh. Uktubu. Mana shunga o'xshagan vawul jamoadan ilgiriki ba harfi pesh qilib qolsa yoki muxotaba ikkinchi shaxs ayollik birlikninki yasiga taknunini qo'shsak, u muxotabaning ilgirisiga nima qilib qolsa, zero qilib qolsa, xuddi uktubi desak, bu amirda uktubi desak, uktubi degan bu fe'lninki ya muxotabaninki ilgirisiga nima qilib zero qilib. Ya'ni mushunda bo'lib qolsa, hudifata tashlandi bu ikkisi. Qaysi? Av ko'plik shakldagi va ayollik birlik shakldagi ikkisi. Ya'ni ko'plik shakldagi vo va birlik shakldagi ya. Masalan, uktubuni ta'kidlamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Uktubunna deymiz. Voni tashlab o'tamiz. Uktubi nun bilan ta'kidlamoqchi bo'lsak, uktubinna bo'ladi, yana qanaqa qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Demak, bu ikkisi qanaqa qiladi? Tashlanadi. Masalan, uktubunna, uktubinna bo'ladi. Endi birisi qolib qoldi. Ayollik ko'plikni. Ayollik ko'plik, ya'ni oxirida nunun nisba bo'lgan ayollik ko'plikni ta'kidlamoqchi bo'lsak, qanday ta'kidlaymiz? Mayli amr bo'lsin, mayli muzori bo'lsin. Masalan, taktubna deganga o'xshagan yoki uktubna deganga o'xshagan oxirida ayollik nun va fe'lni qanday ta'kidlaymiz deganda, idza walla nunun nisba nunut tawkid al-mushaddada. Endi nunun nisba ta'kidlangan, ta'kidninki tashdidliq nun bilan yondashib qolsa, vajabal faslu baynahuma bi alif. Bu ikkisining o'rtasini alif bilan ayirib o'tish vojib bo'ladi. Masalan, taktubna shundaqo, taktubna. Endi biz buni ta'kidlamoqchi bo'lsak, ta'kidning shartlari topilsa, masalan, mana hozir mushbat keltirib qo'ydim. Cho'qim shart topilganda ta'kidlaymiz buni. Bu shunda bo'lib qolsa qanaqa qilamiz deganda, asl nunun nisba bir nun ba, biz ta'kidlamoqchi bo'lgan bir nun ba, bunda vaqtda cho'qim o'tib alif kelamiz. Bunda jiq nunning bir yerga yig'ilib olishi to'g'ri emas. Qanday bo'ladi? Taktubna, taktubnani, yaktubna, yaktubnani, uktubna, uktubnani bu shaklda bo'ladi. Demak, nunun nisba mayl amrning ayollik ko'plik olsun yoki mudori'ning ayollik ko'plik olsun, shu nunun nisba bilan bir yakib qolsa, ta'kid nununi o'tirg'i alifni kelib qanday qilamiz? Ayiramiz. Endi bu ayollikninki nuni ulashgan
mudari olsun, emir olsun, ayallıqның nunu ulaşqan fiilni sukunluq ta'kidning nuni bilan ta'kidlamoqchi bo'lsak qanday qilamiz deganda, o'xshashla xuddi ikkilik fiilni, ikkilik shakldagi fiilni sukunluq ta'kidning nuni bilan ta'kidlagili bo'lmaganidek, nunun nisba ulaşqan fiilni sukunluq nuni bilan qanday qilolmaydi? Ta'kidlanmaydi. Deydi: نون التوكيد الخفيفة لا تدخل في التثنية ولا في جمع المؤنث. Yengil ta'kidning nuni ikkilikka va muannas ko'plikka kirmaydi. Shuning uchun deyilmaydi, demaysiz. Tadriban, ikhshiyan deyilmaysiz. Hatto tadribnan deb oyonliq ko'plikka kirmaydi. Bu bir qoida. Ham ikkinchi bir askartib o'tishlik gap. وأنها تعطى في الوقف حكم التنوين deydi. Endi bu ta'kidning nuniga to'xtagan vaqtimizda tanvinninki nunichi beriladi. Tanvinning nuni. Masalan, liyakunan minas-sagirin deymiz. Liyakunan minas-sagirin. Asl liyakunan bu fiil degan tanvin o'qilmaydi. Shundaq-ku. Bu yerdagi liyakunandagi tanvin asli nima o? Ta'kidning nuni. Bu yerda tanvinning hukm berilib, tash shaklda yozilgan va shu shaklda o'qilgan. Shunga deydi, to'xtagan vaqtda tanvinning hukm berildi. Ta'kidning nuniga to'xtagan vaqtda tanvinning nuni berildi. Ta'kidning qaysi nuniga? Sukunluq nuniga tanvinning hukm berildi. Fa in waqa'at ba'da fathatin qulibat alifan. Shuning uchun zvardan keyin kelib qolsa bu ta'kidning nuni nimaga o'zgartiriladi? Alifga o'zgartiriladi. Masalan, lanasfa'an liyakunam deganga o'xshagan. Liyakunan minas-sagirin deymiz shundaq-ku. Liyakunan lanasfa'an deganga o'xshagan. Mana bugungi ta'kidlangan va ta'kidlanmagan fe'llarninki mazmuni mushayda oyoqlashdi. Buni oxirida ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Da' makanin nuqat fi ma ya'ti al-fi'l munasib mimma bayna al-qawsayn. Ikki tirnoq o'rtasidagi chikit o'rniga munosib fe'lni qo'ying deydi. Vallahi lan bosh o'rin aghfala damduq, aghfalan damduq. Yoki ikkilisi to'g'rimi? Qaysini qo'yamiz? Albatta qaysini qo'yamiz? Bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi Robbul Ka'ba la ajtahidanna fi amali damduq yoki la sawfa ajtahidan damduq yoki lan aqsiran damduq. Qaysini to'g'ri bo'lishini qo'yamiz. Mushu bo'yicha ishlaysizlar. Qolgan o'zinglar ishlanglar. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.